Dünya özünün adaqlı tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 123. Baytullahning haj tavob qilinmaydigan bo'lib qolishi. Zaman oxirida yuz beradigan ishlardan yana biri bo'lsa, fitnalar yamarab ketib, kishilar dindan yuz o'rish sababidan Ka'ba, umra va haj tavob qilinmas bo'lib qoladigan zamonlarning kelishidir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Baytullohni haj tavob qilish to'xtamog'icha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Lekin bu alomat bak kechikib keladi. Chunki Yajuj va Majujdan keyinmi haj tavob qilish davomlashadi. Abu Said Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Yajuj va Majuj paydo bo'lgandan keyinmi bu Baytullohga haj va umr davomlashadi. Baytullohni haj tavob qilish to'xtamog'ichadan maqsad Baytullohni haj qilish, urush qatorliq ishlar tufaylidan ma'lum muddat uzilib qoladi. Andan yana bir qatim haj faoliyatlari asliga keladi deganlik. Yoki bo'lmasa, bir turkum qavmlar Baytullohni haj tavob qilishdan cheklanadi deganlik bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. 124. Bir qism arab qabilalarining butparastlikka qaytishi. Burun arab yarim orlidagi kishilar Allohga sherik keltirish va butqa cho'qinishdan iborat batil ishlar ustida edi. Keyin bu butlarni chiqib tashlash va Allohni bir deb tonish uchun Alloh taolo o'zining payg'ambarini kuch-quvvatga ega qilib, yordamchilari bilan qo'lladi. Lekin qiyomatning yaqinlashishi, kishilarning dindan yiroqlab ketishi va ilmga qiziqmasligi bilan bir bo'lik kishilar butlarga cho'qinishdan iborat burunqi holatiga qaytadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Toki Davus qabilasining ayollarining sag'rilari Zulxalasa butiga tavob qilib silkinmagicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bu hadisdagi sag'rilari Zulxalasa butiga tavob qilib silkinmagicha degandan maqsad butlarga cho'qinish va uni ulug'lashdan iborat asli holatiga qaytadi deganlikdir. Aslida Davus qabilasi Arab yarim orlining g'arbiy janub qismida o'ltiraqlashgan. 125. Quraysh qabilasining yo'qolishi. Quraysh qabilasi Arab qabilalarining biri bo'lib, ular Fahr ibn Malik ibn Kanananing avlodlaridir. Quraysh arab tilidagi tijorat ma'nosida keladigan taqarush so'zidan ilingan bo'lib, Fahrning avlodlari tijoratchi bo'lganlikdan ularga Quraysh so'zi laqam qilingan. Quraysh bir qanchalagan jamoatlarga bo'linadi. Ular Aris ibn Fahr, Jazima, Aiza, Lu'ay ibn G'alib, Amir ibn Lu'ay, Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay, Mahzum, Tamim ibn Murra, Zuhra ibn Kilab, Asad ibn Abdul Uzza, Abduddar, Nawfal, Abdul Muttalib, Umayya va Hashim jamoatlaridir. Islomiyatdan keyin Qurayshlar yana Bakriylar, Umariylar, Osmaniylar va Alaviylar va buningdan boshqa nurg'un jamoatlarga bo'linib ketgan. Ularning asli makoni Arab yarim oroli edi. Keyincha ular bir qanchalagan qit'a va davlatlarga tarqalib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning barbara azlab yo'qab ketadiganligi haqida hadis bayon qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Kishilar orasida eng tez yo'qab ketadigan qabila Quraysh qabilasidir. Pat arada bir ayol bir oyoqning yenidan o'tib, bu Qurayshlik birining oyog'i ekan deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Ey Aisha, sizning qavmingiz ummatim orasida menga eng tez yetishib olg'achidir. 126. Ka'baning habashlik bir kishining qo'lida buzg'unchilikqa uchrashi. Musulmonlarning qiblasi bo'lgan Ka'baning buzg'unchilikqa uchrashi qiyomatning alomatlaridan bo'lib, oxir zamonda pochiqi kichik va inchiki bo'lganligi uchun shadapochiq deb ataladigan habashlik bir qora tanlik kishi Ka'baning toshlarini bir-birlab elib tashlaydi va yupuqini yig'ib, zibu-zinnatlarni bo'lab qochadi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Habashlar sizlarga chaqilmasa-da, sizlarmi ularga chaqilmanglar. Chunki Ka'baning boyligini habashlik shadapochiq qora tanlik kishidan boshqasi chiqarmaydi. Yana bir rivoyatda Ka'bani ikki pochiqi inchiki kelgan habashlik biri xarob qiladi deb kelgan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Men u alchang put qora tanlikning Ka'ba toshlarini bir-birlab elib tashlayotganligini ko'rgandek bo'lyapman. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan:
Shadapajaq Habashlik biri Ka'bani chaqib, ichidagi zabuzinnatni ilib, yupuqini yig'ib oladi. Paynakbosh, put-qo'llari maymoq, u qartallikning gurjak va metin bilan Ka'bani bozayotganligini ko'rgandek bo'lyapman. Alloh taolo Makkani haram va amin joy qilgan tursa, qandaqmi buzg'unchilikqa uchraydi deyilishi mumkin. Haq taolo aytadi: ular, ya'ni mushriklar ko'rmamdiki, biz haramni aman joy qildik. Ankabut surasi 67-oyat. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Qasas surasi 57-oyat. Kimki Masjidi Haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. Haj surasi 25-oyat. Alloh taolo Ka'bani haqiqatan fil egillaridan, ashabul fildan saqlab qolgan. Shu chaqda ular mushrik kuffarlar edi. Bu kishi musulmonlarning qiblasiga qandaqmi hukmronlik qila oladi? Javob: birinchi, Baytulloh qiyomat qoyim bo'lgan qadar emas, balki qiyomat yaqinlashgan qadar tinch, amin qoladi. Oyatda aminlikning qiyomat qoyim bo'lgan qadar davomlashadiganligiga dalil yo'q. Chunki oyat Baytullohning shu zamondagi aminlikdan iborat ahvolini sifatlab bergan. Ikkinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baytullohni faqat uni buzadiganlarla buzadi deganga ishorat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Hajar Aswad bilan maqomi Ibrohimning oraliqida bir kishiga bay'at qilinadi. Baytullohni faqat uni buzadiganlarla buzadi. Uni buzadiganlar o'ttirg'i chiqqanda arablarning halokatga yuzlanganligidan gap ochsangmi bo'ladi. Ondan keyin Habashlar kelib, Baytullohni qayta yasag'ili bo'lmaydigan darajada vayron qilib etadi. Uning ostidagi boyliqni chiqarib oldiganlarmi ana shulardir. Ashabul fil zamonida Makka ahli kuffar edi, lekin ular Baytullohni uninga ziyon yetkazmay ulug'laydi. Shunlashqa Alloh taolo uni Abraha va uning qo'shinlaridan saqlab qolgan. Ammo Habashlik Shadapachaq bo'lsa, Makka ahli Baytullohga qat'iy e'tibor bermay, buzg'unchilik qilishni halol sanagandan keyinla uni buzalaydi. Chunki Baytullohga sal qarab ko'ngil bo'linmasa, Alloh taolo ularga qarshi yordam bermaydi. Vallohu a'lam. 127. Müminlarni qabzruh qilish uchun mayin shamolning avatilishi. Qiyomat alomatlarining orqa-orqadan yuz berishi va Dajjalning chiqishi Isa alayhissalomning tushishiga o'xshash cho'ng alomatlarning o'ttirg'i chiqishidan keyin qiyomatning vaqti yaqinlab keladi. Ondan Alloh taolo mu'minlarni qabzruh qiladigan mayin shamolni avatadi. Bu mu'minlarni qiyomat qoyim bo'lgan chaqda bo'ladigan qo'rqish va cho'chishlardan saqlash uchundir. Chunki qiyomat faqat kishilarning yomonlari qolgandili bo'ladi. Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Dajjal haqida so'zladi va so'zini davom qilib mundaq dedi: ular shundoq yashayotgan chaqda Alloh tuyuqsiz bir mayin shamolni avatadi. Shamol ularning qo'ltiqlarining ostidan o'tib, har bir mu'min va musulmonni qabzruh qiladi. Ulardan keyin zaminda eshaklardek oshkora jinsiy aloqa qilishadigan eng eski odamlar qoladi. Mana shularning vaqtida qiyomat qoyim bo'ladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Dajjal ummatimning ishidan chiqadi. Ondan Alloh taolo Sham tarafdan so'g'uq shamol chiqaradi. O shamol yer yuzida qalbida zarracha yaxshilik yoki iymon bo'lgan kishini qoldirmay qabzruh qiladi. Hatto biror sanglar tog'ning ichiga kirib olgan taqdirdami, shamol shu yerga kirib uning jinini olmay qo'ymaydi. Bu shamol Isa alayhissalomning vafot bo'lishi va Dajjalning chiqishidan keyin bo'ladi. 128. Makka imoratlarining egiz bo'lib ketishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida Makkaning nufusi va imoratlari oz edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka imoratlarining uning tog'laridan egiz bo'lishi qiyomatning alomatlari qatoridan ekanligini xabar bergan. Ata mundaq rivoyat qiladi: Men Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumaning ulug'ining yugunini tutib turgan edim, u mundaq dedi: Sizlar Ka'bani o'rib tub-tuz qilayotgan chaqda halinglar nima bo'lib ketar? Shuning bilan atrofdagilar biz islom ustida turibma dedi. U sizlar islom ustida turib dedi. Ular andan keyin nima bo'ladi dedi. U andan keyin burunqidan esil qilib bino qilindi. Agar sen Makkani quduqlar qo'llangan holatda va binolarni tog'lardan egiz holatda ko'rsang, bilginki qiyomat san yaqinlab qolgan bo'ladi. Quduqlar qo'llangan, ya'ni suv yo'llari qazilgan, u bo'lsa Makkaning tog'lari va yerlari ostidagi yer osti suv yo'llari va Zamzam suyining nihoyat cho'ng turbu yo'llaridir. 129. Bu ummatning keyingi kishilarining ilgirki kishilarga la'nat qiladigan bo'lib ketishi.
Zaman oxirida bid'atlar ko'paydi. Keyingilar ilgirkilarni inkor qiladigan, ba'zilar sahoba kiramlarning fazilatini, ularning qadr-qimmatini unutadigan va ularni Alloh taolaning maqtaganligi va madhiyalaganligiga sal qaraydigan yoki sal qaragan qiyofatga kirib oladigan, ba'zilari mushu ummatdan bo'lgan ilgirki kishilarga la'nat qiladigan bo'lib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mundaq rivoyat qilingan: bu ummatning keyingi kishilari ilgirki kishilarga la'nat o'qiydigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bu ummat Muhammad alayhissalomning ummatini ko'rsatadi. Vallohu a'lam. 130. Avtomobillarga o'xshash yangi qatnash vositalarining maydonga kelishi. Zaman oxirining tafsilotlari va shu vaqtda bo'ladigan yangiliklarni tilga olib yoki ularga ishorat qilib nurg'unlagan hadislar kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga bozorlarning ko'payishi va vaqtning qisqarishidan xabar bergan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu xabaridan ba'zi ulamolar bu xabarning zamonimizdagi avtomobillarga ishorat qilganligini tushungan. Shuningdek, Imom Albani o'zining sahih hadis to'plami As-Silsilatus Sahihada va boshqa kitoblarda shuningga ishorat qilgan. İbn Hibban o'zining sahih hadis kitobida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumadan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummatimning oxirgi kishilari ichida tugining egar to'qimlariga o'xshash egarlarga minadigan kishilar bo'ladi. Ular masjidlarning oldiga tushishidi. Ularning ayollari bo'lsa kiyim kiymaganda kiyinishidi. At ularning egar to'qimlariga o'xshash degan so'zda uning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rmagan yangi qatnash vositalari ekanligiga ishorat qilingan va shundaqla ularning avtomobil ekanligi oshkora bo'lmoqda. Vallohu a'lam. Sajiya Islom tadqiqot markazi